Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kunlik xabarlarimizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyodagi bo'lib o'tgan kun tartibidagi xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qanamizda diqqatinglar ekranimiz bo'lsin. Ulamolar birligi Xitoy safsatilariga qarshi bayonot e'lon qildi. 9-dekabr Sharqiy Turkiston Ulamolar birligi Xitoyning xalqaroda tarqatayotgan Sharqiy Turkiston haqidagi yolg'on tashviqotlarga keskin radiya berib bayonot e'lon qildi. Bayonotda munolar bildirildi. Xitoy tajovuzchilari necha kundan beri Sharqiy Turkiston haqidagi yolg'on xabarlarni tarqatishni kuchaytirdi. Xitoyning xabarlarda Misrda o'qigan Uyg'urlarni terrorlik tuhmati bilan aybladi. Misr terrorchilarga qarshi urush qilayotgan bir davlat. Acaba Azhar Universiteti terrorchilarni o'qitamdi. Xitoy o'zining Sharqiy Turkistonda yurgizayotgan qirg'inchilik jinoyatini Sharqiy Turkiston xalqiga terrorchi degan tuhmatni ortish orqali yoshirmoqchi bo'layotadi. Xitoyning yolg'onchiliklari o'zining razil siyosatini oqlashdan boshqa narsa emas. Xitoy tajovuzchilarining axborot vositalarining Sharqiy Turkiston xalqining diniy erkinligi kapolatga ega degan so'zi yolg'on. Xitoyning degan ras bo'ladigan bo'lsa, nima uchun o'zining bolalarga Qur'on Karim o'rgatgan ota-onalar 3 yil, hatto 8-10 yil jazolanadi. Hatto 10 yil oldingi Qur'on savodini chiqargan xalq jazolanadi. Sharqiy Turkistonning Xotanda xristian murtlari jazolandi. Xitoy masjid aslahalarining saqlanganligi, nurg'ulg'an diniy so'rovlarning borligi haqida xabar tarqatdi. Xitoy Sharqiy Turkistonda masjidlarga asliha to'liqlash u yoqda tursin, avval masjid joy namozlarini yig'ib oldi. Necha ming masjidni cheqivetdi. Xitoy tashviqotining yolg'onligining dalil isboti bo'lsa, Xitoy doiralari Xotan shahridagi Gujanbog' masjidi, Ot bozor masjidi, Nurliq masjidi qatorliq nurg'un masjidlarni cheqib tashladi. Xitoy tashviqotlarida Sharqiy Turkiston xalqi Xitoyning diniy siyosatidan rozi ekanligini bildirgan. Xitoyning bu tashviqotining yolg'onligini, diniy e'tiqodini himoya qilish uchun o'z vatanini tashlab, chet ellarda sargardon bo'layotgan Sharqiy Turkiston xalqi isbotlaydi. Xitoy tashviqotida Xitoy muqimligini saqlash uchun tirishyapti.